Salom aziz bolajonlar. Bugun biz bilan yangi savol-javob o'yini. Tayyormisiz? Ha, albatta. Boshlaymiz. Qani bolajonlar, nega kitob o'qish odatini shakllantirish kerak? Chunki kitob bizga bilim va tasavvur beradi. Nega hovlini toza saqlash muhim? Chunki tozalik sog'lom hayot demak. Qani kim aytadi? Nega yomon odatlardan uzoq bo'lish kerak? Chunki ular kelajagimizga zarar yetkazadi. Nega ota-onani xafa qilmaslik kerak? Chunki ularning duosi bizga kerak. Qani bolajonlar, nega do'stlarimiz bilan adolatli o'ynashimiz kerak? Chunki adolat ishonch keltiradi. Nega yomon ishni ko'rsak, to'xtatishga harakat qilamiz? Chunki bu yaxshi fuqarolik burchimiz. Qani, kim aytadi? Nega kattalarning so'zini bo'lmaslik kerak? Chunki bu hurmatning belgisi. Nega yangi narsani o'rganishdan qo'rqmaslik kerak? Chunki bilim hayotimizni osonlashtiradi. Qani bolajonlar, nega muloqotda muloyim bo'lish kerak? Chunki muloyimlik do'st orttiradi. Nega tabiatni asrash muhim? Chunki tabiat bizning uyimiz. Qani bolajonlar, nega uyda navbat bilan gapirish kerak? Chunki hamma o'z fikrini aytish kerak. Nega yolg'on gapirmaslik kerak? Chunki yolg'on ishonchni yo'qotadi. Qani, kim aytadi? Nega o'z narsamizni joyiga qo'yish muhim? Chunki bu tartib va intizomdir. Nega maktabda chiroyli gapirish kerak? Chunki bu odob belgisi. Qani bolajonlar, nega sabzavot va meva yeyish foydali? Chunki ular sog'lom o'sishimizga yordam beradi. Nega shovqin qilmaslik kerak? Chunki boshqalarning tinchini buzamiz. Qani, kim aytadi? Nega sport bilan shug'ullanish kerak? Chunki sport sog'ligimizni mustahkamlaydi. Nega ota-onamizning gapini eshitish muhim? Chunki ular bizga yaxshilik tilaydi. Qani bolajonlar, nega minnatdorchilik bildirish yaxshi? Chunki bu mehrni kuchaytiradi. Nega yordam qo'lini cho'zish buyuk ish? Chunki yaxshilik qaytadi. Juda ajoyib. Bugun yana ko'p foydali narsalarni o'rgandik.